Bir Lidérda Choqum Bolushqa Tigishlik 21 Süpet. Aptori Erkin Sidiq. 8. Merkezleştiriş, yani Fox. 3. qism. İki toşqanni tang qo'g'lisingiz, har ikkilisini qochirib qo'ysiz. Ish önümi yuqori liderlar mundaq ikki iqtidorga ega bo'ladi. Qiladigan ishlarni mo'yimliq darajasiga ayirish va kuchini markazlashtirish. Qiladigan ishlarning mo'yimliq darajasini biladigan, ammo kuchini yig'olmaydigan lider qaysi ishlarni qilish kerakligini biladi. Ammo u ishlarni mangu tamomlay olmaydi. Kuchini yig'alaydigan, ammo ishlarni mo'yimliq darajasiga ayirmaydigan lider bo'lsa, ish qilishga qodir, ammo ishida yuksalish hosil qila olmaydigan keladi. Ba'zi liderlar barliq kuchini kichik ishlarga qaratib oladi. Undaqda qanday qilganda vaqt bilan kuchni bir ishga yaxshi qilib bo'ladi. Bu ishda tövəndəki təkliflərdən faydalanın. Birinci, 70% vaqtınız bilan kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga markazlashtiring. O'zining yoshirin kuchidan to'liq foydalana oladigan, ish unumi yuqori liderlar vaqtining ko'p qismini yaxshi qila olmaydigan ishlarga emas, yaxshi qila oladigan ishlarga sarf qiladi. Muvaffaqiyatlik lider bo'lish uchun vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga markazlashtirib, ularni texmo taraqqiy qildiring. Ikkinchi, 25% vaqtingiz bilan kuchingizni yangi narsalarni o'rganishga sarf qiling. Taraqqiy qilish o'zgarish bilan barobar. Agar siz bir jihatda yaxshilanishni istaydigansiz, to'xtamay o'zgarishingiz va ilgarilashingiz kerak. Bu deganlik yangi sohalarga qadam tashlash deganlikdir. Agar siz o'zingizning ortiqchiligi doirasidagi bir yangi sohaga maxsus vaqt chiqardikansiz, siz o'zingizning liderligini o'stira olasiz. Esingizda bo'lsinki, agar siz liderlik sohasidagi hamma narsani o'rganib bo'ldim deb o'ylaydikansiz, u sizning tugashkiningizdan derak beradi. 3. 5% vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingiz ojiz sohalarga sarf qiling. O'zi ojiz bo'lgan ishlar bilan shug'ullanishdan hech kim xoli bo'la olmaydi. Bu yerdagi muhim masala undaq qilishni imkoniyatning berchi azaytish bo'lib, bu ishni liderlar o'zi yaxshi qila olmaydigan ishlarni yaxshi qila oladigan kishilarga o'tkazib berish yoki ularga vazifa qilib berish orqali amalga oshira oladi. Maqolani o'qib mushu yerga kelganda, agar siz texi o'qib boqmagan bo'lsangiz, mening umrlik kasbni qanday tanlash kerak bilan ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid degan maqolamni bir qitimdan o'qib beqishingizni tashabbus qilman. Ularning tor adresi mushu maqolaning oxirida bor. 9. Mardlik. Sizdeki sham yana bir shamni yondirganda o'ziga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Hech qanday bir kishi boshqalardan olgan bir narsasi uchun shon-sharaf qozongan emas. U faqat boshqalarga berganlari uchun shuhrat bilan mukofotlangan, deydi sobiq Amerika prezidenti Calvin Coolidge. Başqalarga nisbatan aytganda, bir liderning mardligidan ustun turadigan ovoz yoki uningdan ustun turadigan yaxshi xizmat yo'q. Haqiqiy mardlik qisman vaqtlarda ko'rilib qoladigan ish emas. U yurakning cho'nqur qetidan kelib, bir liderning turmushining hamma jihatlariga singan bo'ladi. Bir liderning mardligi uning vaqti, puli, talantlari va mol-mulki qatorliqlarning hammasida ifodalandi. Boshqalar agishishni xohlaydigan unumlik liderlar narsalarni o'zlari uchun to'plamaydi. Ular narsalarni boshqalarga berish uchun to'playdi. O'zingizda mardlikni yetildirish uchun tövəndəki ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizda bor narsalar uchun minnatdor bo'ling.
Bir adam özüde bar bolğan narsalarga qanoatlanmaydigan vaqtda uning boshqalarga mardlik qilishi nihoyat tas. Mardlik razmanlikdan keladigan bo'lib, u hargizmo ko'proq narsani qo'lga keltirib olish maqsadida vujudga kelmaydi. Agar siz ozroq narsalarga rozi bo'lmasangiz, ko'p narsalarga rozi bo'lmaysiz. Agar siz ozroq narsalar bilan mardlik qila olmaydi ekansiz, boy bo'lgan taqdirdami bir damdila o'zgarib qolmaysiz. Ikkinchi, boshqalarni birinchi o'ringa qo'ying. Bir liderning o'lchimi uningga qancha odam xizmat qiladiganligi emas, u qancha odamga xizmat qiladiganligidir. Mardlik boshqalarni birinchi o'ringa qo'yishni talab qiladi. Agar siz shunday qila olsangiz, boshqalarga berish ko'p osonga to'xtaydi. Uchinchi, ko'pga erishish istikining sizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. Hozir ko'proq narsaga erishish istigiga qul bo'lib qilayotgan kishilarning soni barg'ansir ko'payib mengayotdi. Yozuvchi Richard Foster mundaq deydi: Boylikqa erishish hozir bizning madaniyatimizdagi kishilarning butun vujudini qoplab oladigan bir narsaga aylanib qoldi. Agar biz boylikqa erishsak, biz uni kontrol qila oladigandak his qilamiz. Agar biz uni kontrol qila olsak, u bizga texmi ko'p shodlik elib keladigandek his qilamiz. Amaliyotda bu bir xato tushuncha. Agar siz o'z qalbingizni o'zingiz kontrol qilmoqchi bo'ladigansiz, boylik yoki mol-mulkning sizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. To'rtinchi, pulga faqat bir boylik manbasi sifatida muomala qiling. Biraylan pulning ishiga kelganda hargiz unutqilib bo'lmaydiganligini aytgan ekan. Agar siz kuchingizni pul tepishga markazlashtirsangiz, siz materialistik odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepishga urinib, pul topolmasangiz, siz bir yengilguchi bo'lib qolasiz. Agar siz nurg'un pul topsangiz hamda uni saqlasangiz, siz bir pixsiq odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepib, uni hajlavatsangiz, pulni qalaymaqan hajlaydigan odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepishga hech qanday ko'ngil qo'ymasangiz, siz bir irodasiz odam bo'lib qolasiz. Agar siz nurg'un pul tepib, uni o'lgacha hajlamay saqlasangiz, siz pulingizni go'rga o'zingiz bilan birga elib ketmoqchi bo'lgan bir hamoqat bo'lasiz. Pulning ishida utib chiqishning birdan bir yo'li uni bak ching tutib olmaslik hamda uni ahamiyatli ishlarga ishiltish jihatda mardlik qilish. Stanley Jones mundaq degan: Pul bir nihoyat esil xizmatchi, ammo u bir qo'rqinchli xo'jayin. Agar u ustunlikka chiqib, siz uning ostiga tushib qoladigansiz, siz uning quli bo'lib qolasiz. 5. Boshqalarga berish odatini yetildiring. Men g'oyani reallikqa aylantirishning sirliq qonuniyati degan maqolamda tanishtirgan Andrew Carnegie mundaq deb yozgan: Bir boyning hayoti ikki davrni o'z ichiga elishi kerak. Uning biri boylikni qo'lga keltirish davri, yana biri bo'lsa, uni qayta taqsim qilish davri. Bir mardlik holatini saqlashning birdan bir usuli boshqalarga vaqt, zehn, pul va boylik manbasini berishni o'zining bir odati qilish. Agar siz bexillik, ya'ni nafsi yomonlikqa qul bo'ladigansiz, boshqalarga liderlik qila olmaysiz. 10. Ijodchanlik. Uningsiz siz uyning sirtiga chiqa olmaysiz. Bu so'z inglizcha initiative deb yozilgan bo'lib, u yo'lg'un lug'atida tashabbuskorlik, ijobiylik, aktivlik, ijodkorlik ro'yi, ijodchanlik deb tushuntirilgan. Biroq meningcha yuqorqi so'zlarning hech qaysisi inglizcha so'zning haqiqiy ma'nosini ifodalab bera olmaydigan bo'lib, u so'zning asli ma'nosi hech kim o'ylab baxmagan bir yangi ishni o'ylab chiqish, bir yangi ishni boshlab berish,
bir yeni tədbir yoki bir ishni elib berishning yeni yo'lini o'ttirg'i qo'yish iqtidori deganga yaqin keladi. Ya'ni bu so'z inglizchadagi creative, uyg'urchadagi yeni narsani ijod qilish va yeni narsani kashf qilishga qartilgan. Ijodkorlik ro'yi ijodchanlik bilan tubdan o'xshamaydi. Shundaq bo'lsa-mu men boshqa bir oddiy so'z topolmay, bu Süpet bilan yanala ijodchanlik degan so'zni ishlatishga majbur bo'ldim. Liderlarning o'zi bilan agashkuchilarni o'zaro bog'lab turadigan bir munosabatni boshlab berish, ya'ni initiative majburiyati bor. Biroq liderlar ijodchanlik ro'yini namoyon qilishga tegishlik soha yolg'iz yuqori qilali emas. Ular har vaqt yangi fursatlarni izlab turishi va yangi ish harakat qo'llanishga tayyor turishi kerak. Bir liderning ishlarni vujudga chiqara olishi uchun zarur bo'lgan sifatlardan mundaq to'rti bor. Birinchi, ular o'zlari nimani istaydiganligini biladi. Bir ishni qaror qila olmaydigan bir odamning ish qilishda unumli bo'la olishi mumkin emas. Xuddi Napoleon Hillning aytganidek, hamma muvaffaqiyatlarning boshlanish nuqtasi istakdan iborat. Agar siz bir unumli lider bo'lishni istasangiz, cho'qum o'zingizning nimani istaydiganligingizni bilishingiz kerak. Yangi fursatlarni uchratganda ularni bayqay oladigan bo'lishning birdan-bir usuli ana shu. Ikkinchi, ular o'zlarini amaliy ish harakat qo'llanishga majburlaydi. Yenilik yaratquchilar boshqalarning o'zlarini maqsadlantirib yoki qo'zg'ab qo'yishini kutib turmaydi. Ular o'zlarining rohat rayonining sirtiga chiqib, o'zlarini amaliy ish ko'rishga majburlash o'zlarining mas'uliyati ekanligini biladi. Hamda buni o'zlari uchun bir odat qiladi. Shunglashqa sobiq Amerika prezidenti Roosevelt mundaq degan: "Men uchun tövəndəki bir ishdan boshqa aqilona yoki hammadan ustun turadigan ish bo'lmasligi mumkin. Men o'zim qilishga tegishli ishlar deb o'ylagan ishlarni qilaman. Hamda bir ishni qilish to'g'riliq bir qarorga kelganman, amaliy ish boshlayman." Uchinchi, ular boshqalardan ko'proq tavakkulchilik qiladi. Liderlar o'zlarining nimani istaydiganligini bilgan hamda o'zlarini amaliy harakat qo'llanishga majburlay olgan taqdirdami, ular yana bir to'saqqa duch keladi. U bo'lsa-mu tavakkulchilik qilish roziligidan iborat. Biroq yaxshi liderlar tavakkulchilik qilishga rozi bo'ladigan sabablarning yana biri ularning yangilikni boshlamaganda to'laydigan badalni to'nib yetganligidir. Amerikaning sobiq prezidenti John Kennedy mundaq deb keskin aytgan: "Har bir amaliy ish harakatning tavakkulchiligi va to'laydigan badali bo'ladi. Biroq rohatlik ichiga yo'shirinib olib, amaliy ish harakat qo'llanmaslikning uzun muddatlik tavakkulchiligi va chiqimi bilan selishtirganda, amaliy ish qilganning xatiri bilan chiqimi ko'p oz bo'ladi." To'rtinchi, ular boshqalardan ko'proq xatolik o'tkazadi. Yangilik yaratquchilarning yaxshi tarafi ular ishlarni vujudga chiqara oladi. Ularning yomon tarafi bo'lsa, ular nihoyat ko'p xatolik o'tkazadi. IBM shirkatining qurg'uvchisi Watsonmo bu nuqtani to'nib yetib mundaq degan edi: "Muvaffaqiyatli bo'lishning usuli mag'lub bo'lish qitim sonini bir hassa o'stirishdan iborat." Gerçi yangilik yaratadigan liderlar boshqalardan ko'proq mag'lubiyatga uchrasimi, ular buning o'zlariga daxl qilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar siz bir lider bo'lish sifatingiz bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqarmoqchi bo'ladigansiz, yangilik boshlab berish va siz boshlagan yo'lning eng oldida o'zingiz mengib berishni xohlaydigan bo'lishingiz kerak. 11. Anglash. O'zingizni kishilarning qalbi bilan tutashtirish uchun qo'lig'ingizni ishlating. Liderlar kishilarning yordamini qo'lga keltirishdan burun ularning yuragiga ta'sir ko'rsatadi.
Mana bu münasibət qanuniyetidir. Biroq bir lider boshqa bir odamning yuragiga ta'sir ko'rsatishdan burun uning yuragida nima borligini bilishi kerak. Uning yuragini uning gapiga quloq solish orqali bilib olg'ili bo'ladi. Boshqalarning so'ziga quloq solishni xohlamaslik nachar liderlarda ko'p uchraydi. Amerika boshqarish ilmining otasi deb atalgan Peter Druckerning qarashicha, boshqarishdagi hamma masalalarning 60% noto'g'ri munosabat yoki aloqalashishdan kelib chiqqan. Noto'g'ri aloqalashishning ko'pinchisi bo'lsa, boshqalarning gapiga quloq solmaslikdan kelib chiqqan. Boshqalarning so'ziga quloq solishning ikki maqsadi bor. Biri kishilar bilan munosabat o'rnatish, yana biri bo'lsa o'rganish. Shunglashqa siz tövəndəki kishilarning so'ziga quloq solishingiz kerak. Birinchi, sizning agashkuchilaringiz. Boshqalar agashishni xohlaydigan yaxshi liderlar agashkuchilar bilan birga bo'lganda qiladigan ishi yolg'iz biror ishni hal qilish bilanla cheklanib qolmaydi. Ular har bir odamning qanday odam ekanligini tushunib olishga maxsus vaqt ajratadi. Nurg'un kishilar o'zlarining so'ziga quloq soladigan liderni o'z talablarini o'rindab beradigan, ammo gapiga quloq solmaydigan liderlardan yaxshiroq ko'rdi. Agar sizda faqat paketlarga quloq solib, sizga shu paketlarni yetkazayotgan kishining boshqa so'zlariga quloq solmaydigan odat bo'lsa, uni o'zgartib, boshqalarning so'ziga haqiqiy turda quloq soling. Ikkinchi, sizning xaridorlaringiz. Ba'zi liderlar o'z ideyasi bilan bo'lib ketib, xaridorlarning andishisi, noroziligi va takliflarini anglamaydi. Microsoft shirkatining lideri Bill Gates mundaq deydi. Norozi bo'lgan xaridorlar har vaqt bir masala. Shundaqla ular sizning eng cho'ng fursatingiz. Ulug' liderlar o'zi xizmat qilayotgan kishilar bilan yaqin munosabat saqlashni o'zlarining eng muhim ishlarining biri qiladi. Uchinchi, sizning raqobatchilaringiz. Bir lider boshqa bir tashkilotni o'zining raqobatchisi hisoblaganda, u butun diqqatini o'z tashkilotiga qaratib, o'zining ishini eng yuqori pallaga ko'tarish uchun tirishib, boshqa guruhlardan o'rganishni unutib qoladi. Amerikadagi dunyoga mashhur televizor va radio boshqaruvchisi Larry King mundaq deydi. Men har kuni attigini o'z-o'zimga monolarni asıltib turaman. Bugun deydigan gaplarim menga hech qanday yangi narsa o'rgatmaydi. Shunga men yangi narsa o'rganmoqchi bo'ladiganman, cho'qim boshqalarning gapini anglashim kerak. Bir lider bo'lish supatingiz bilan siz o'zingiz qiladigan ishni boshqalarning nima ish qilayotganiga qarab tanlasangiz bo'lmaydi. Biroq siz boshqalarning gapiga quloq solib, imkon qadar ko'p narsalarni o'rganib olib, shu orqali o'zingizni texmo yuksaltirishingiz kerak. 4-chi, sizning yetakligichingiz. Amerikadagi nurg'un idora o'rinlarda shu yerda ishlaydigan xodimlar o'zlari uchun bir yetakligichi tanlasa bo'ladigan mexanizm bor. Men ishlayotgan Jipildimi shundoq bo'lib, 2004-yili mushu idoraga yangi kelganda, men boshqa bir guruhning Hamid ismli boshlig'ini o'zimga yetakchi qilib tanladim. U kishi eronlik bo'lib, bizning idorada ishlagili 25 yildak bo'lgan ekan. Dastlabki bir oy vaqt ichida men u kishining bizning idoraning kasbiy xodimlar bilan boshqalarni o'stirish mexanizmining qandaq ekanligi, ilmiy maqola e'lon qilish, yig'inlarga berish qatorliq bir qator ishlardagi belgilamalarning nima ekanligini o'rgangan edim. Qisqasi, Amerikada yetakligichi, ya'ni mentor degan rol nihoyatda keng umumlashgan bo'lib, buningdan hamma kishilarning xabari bor. O'ziga bir yetakligichini lozim qilmaydigan darajada yetilib bo'lgan yoki tajribalik bo'lib ketgan lider bo'lmaydi.
Agar sizning birər yetakligiciniz bo'lmasa, siz darhol birini teping. Agar sizga ashundaq birər odam tepish imkoniyati bo'lmaydigan, undaqda bu jarayonni kitob o'qishdan boshlang. Bu yerdagi eng muhim masala qishingizda sizga yo'l ko'rsatadigan bir odam yoki bir qancha kitob bor bo'lishdir. O ikkinchi yuksak qizg'inlik, ya'ni passion. Bu sifatning inglizcha atalishi passion bo'lib, yolg'on lug'atida uning ma'nosi qaynoq hissiyot, qizg'inlik, kuchlik hissiyot, muhabbat deb tushuntirilgan. Men o'zimning muvaffaqiyatning yangi tanglamasi degan maqolasida bu sifatni yuksak qizg'inlik deb olgan bo'lib, meningcha mushundaq olsa, uning ma'nosi inglizchadagi ma'nosiga texim yaqinroq keladi. Shundaq bo'lg'achqa, uni bu yerdami yuksak qizg'inlik deb olaman. Mutaxassislar muvaffaqiyat qozongan kishilar ustida tadqiqot ilib borganda, ularning unvoni, aqlliqligi, o'qish tarixi va boshqa omillarga nurg'un kuch ajratadi. Ammo muvaffaqiyatli bo'lishda yuksak qizg'inlikning o'ynaydigan roli nihoyat zo'r bo'ladi. Agar siz o'z xizmatingizni so'ymaydigansiz yoki yaxshi ko'rmaydigansiz, uningda muvaffaqiyatli bo'la olmaysiz. Odatdagi odamlarning nihoyatda cho'ng muvaffaqiyatlarni qozonishida muhim rol o'ynaydigan narsalarning biri yuksak qizg'inlikdir. Bir liderning hayotida yuksak qizg'inlikning o'rnini ola oladigan boshqa narsa yo'q. Tövəndikisi hər bir lider choqum bilishga tegishlik 4 haqiqatdir. Birinchi, yuksak qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishning birinchi qadami. Sizning istikingiz sizning taqdiringizni belgilaydi. Tövəndiki doiralarga qarab baqsangiz, ularning yuksak qizg'inligiga hayron qolasiz. Gandining istigini kishilik huquq, Churchillning istigini erkinlik, Martin Luther Kingning istigini barobarlik, Bill Gatesning istigini bo'lsa texnologiya. Odatdagi hayotdan ustun turadigan hayotga ega bo'lgan kishilarning hammasida ulug' istaklar bo'lgan. Bu so'z hamma sohalarga mos keladi. Ojiz istak faqat kichik natijalarni vujudga keltira oladi. Bu xuddi kichik o't azroq issiqni vujudga keltira olgandek ish. Sizning o'tingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, yoki sizning istikingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, siz qo'lga keltira oladigan utuqlarmi shuncha ko'p bo'ladi. Ikkinchi, yuksak qizg'inlik sizning irodangizni o'stirdi. Aytishlarga asoslanganda, qizg'inlikqa ancha yuqori emas bir yigit Gretsiyalik faylasuf Sokratning yeniga kelib, "Men sizning yeningizga bilim elish uchun keldim" debdi. Faylasuf yigitni dengiz bo'yiga opirib, suvning ichida beshini 30 sekund pastga besib turibdi. Va yigit beshini ko'targandan keyin, "Hozir nimani istaysan?" deb so'rabdi. Yigit, "Ulug' ustoz, men bilim elishni istayman" deb javob beribdi. Sokrat u yigitni yana suvga besib, oldingi qitimqidimmi uzoqroq turibdi. Ondan qo'yib etib, yana o'xshash savolni so'rabdi. Bunda qilishni bir qancha qitim takrorlagandan keyin yigit oxiri, "Havo, men hozir havo istayman" deb javob beribdi. Sokrat uningga qarab, "Yaxshi, sen bilimga xuddi hozir havoga tashna bo'lgandek tashna bo'lsang, cho'qum uningga erisha olaysan" debdi. Yuksak qizg'inlikning o'rnini ola oladigan boshqa narsa yo'q. U orzuning jini. Agar siz bir narsaga nihoyat qattiq intildikansiz, siz uningga erishish uchun zarur bo'lgan irodani cho'qim topa olasiz. Ashundaq darajadagi bir istakka ega bo'lishning birdan bir yo'li o'zida yuksak qizg'inlikni yetildirishdir. Uchinchi, yuksak qizg'inlik sizni o'zgartiradi.
Agar siz boshqalarning qanday tushunishi bo'yicha emas, o'zingizning yuksak qizg'inligi bo'yicha ish ko'rdikansiz, siz cho'qim o'zini bir ishqa texama atgan nayt usulliq odam bo'lib chiqa olaysiz. Bu sizning boshqalarga ta'sir ko'rsatish kuchingizni oshirdi. Eng oxirida sizning mijozingizga qaraganda sizning yuksak qizg'inligingiz texama mo'yim rol o'ynaydi. 4. Yuksak qizg'inlik mumkin emas ishni bir mumkinchilikka aylandira oladi. İnsanlar shundoq yaratilganki, agar bir narsa sizning butun vujudingizni qo'zg'ab ekan, mumkinsizlik o'zligidan g'oyib bo'ladi. Yuragingizdagi bir parcha o't turmushingizdagi hamma ishlarni osonlashtirib etadi. Shunlashqa yuksak qizg'inlikqa ega liderlarning ish unumi nihoyat yuqori bo'ldi. Yuksak qizg'inlikqa ega, biroq ancha ko'p iqtidorga ega emas liderlar nihoyat ko'p iqtidorga ega, biroq ancha qizg'inlikqa yo'q liderlarga qaraganda texmi ko'p utuqlarni yarata oladi. Ilova Kitobdagi mazkur qismning beshida Aptor unumlik liderlarning hayotini xuloslab, ularning bir muqim qilibga tushmayotganligini o'tirg'i qo'ygan. Hamda inglizcha 500 companies deb ataladigan dunyodagi eng cho'ng 500 shirkatlarning liderlarining tangdan to'lisi oliy maktabda bakalavrlik o'qishida o'tirhol o'qiganligini, 75%dan ortiq Amerika prezidentlarining sinfidagi tovanki yerim balalar qatorida o'qiganligini hamda 50%dan ko'proq millioner korxonchilarning oliy maktabni to'liq tugitib o'qimaganligini misol qilib tushundirgan. Uning bu yerdagi demoqchi bo'lgani bir odamning o'qishi bak yaxshi bo'lib ketmasimi, agar bir ishga nisbatan nihoyat yuqori darajadagi qizg'inlik qilib bo'ladi ekan, hamda o'sha ishni vujudga chiqarish yo'lida tegishlik badalni to'laydi ekan, u odamning muvaffaqiyat qozonishi yanada butunlay mumkin ekanligidir. Mən ikki balamның məktəblərdəki hər xil yığınlarga barganda məktəb əməldarları və oquvchilarning sinfda egiləgən bilim, keyinki hayotda lazım bo'ladigan bilimlarning faqat yarmig'ili barobar keladiganligi, qolgan yarim bilimlarni bo'lsa o'qishdan sirtqi har xil ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish orqali egilashga to'g'ri keladiganligi haqida aytganlarini ko'p qitim angladim. Amerikada odamlar uchun bor bo'lgan fursatlar nihoyat ko'p bo'lib, hamma odamlar o'sha fursatlar oldidimi barobar. Shundaqla har bir yosh uchun darsxonaning sirtidimi jonga nihoyat asqatadigan bilimlarga erishish imkoniyatimi xeyli to'liq bor. Biroq bundaq ahvol boshqa davlatlarning hammasida yo'q. Bor bo'lgan taqdirdami Amerikadagi bilan o'xshash darajada emas. Shunlashqa Amerika dunyoda fursatlar makoni deb ataladi. Vatanimizda Uyg'urlar uchun ahvolning qandoq ekanligini bu yerda tilga elib o'ltirishning hojati yo'q. Men 1970-yillari Xitoy bo'yicha ziyolilar kurash qilinayotgan, bilimning keragi yo'q degan sapsatda hamma yerni qoplab ketgan bir davrda o'ttir maktabda o'qigan. Ayni vaqtdagi butun jamiyatni qoplagan cho'ng iqimga qarama-qarshi yo'l tutib, bilim cho'qum asqatidi deganni o'zim uchun bir aqida qilib tanlagan. Hamda qattiq tirishib bilim egilagan edim. Men vatandagi yoshlarning hozirmi ashundoq bir aqida bilan yashashni umid qilaman. Maktabda yaxshi o'qiy olmaganlarning ichidami cho'ng ishlarni qila oladigan odamlar chiqadi. Lekin cho'ng ishlarni qilish uchun maktablarda nachar o'qish shart emas. Uning aksicha yaxshi o'qiganlar uchun muvaffaqiyatli bo'lish fursati nachar o'qiganlarnikiga qaraganda selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada ko'p bo'ladi. Davomi bor.